Bu videodan keyin menga nimadir bo'lsa, bilmadim. Maksimum tarqatinglar. Bilinglar, biza juda ham katta xavf bilan yuzma-yuz kelyapmiz. Ya'ni bu sun'iy intellekt. Bundan oldin insoniyatni tabiiy, ya'ni jismoniy zaif qilish uchun uni harakatlari cheklandi. O'sha uchun hozirgi zamonda insonlar juda ham ko'p kasal bo'lyapti, jismoniy holatidan kelib chiqib. Endilikda bizni aqliy holatimizni cheklashmoqchi. Chunki insonlar tushunmayapti, bu matritsa, menga o'xshagan insonlar chiqib aytyapti, bu matritsa boshqaruvda biza deyapti. O'sha uchun insonlarni aqliy zaif qilish kerak. Bu yoqdan sun'iy intellekt degan narsa o'sha uchun chiqib kelyapti. Sun'iy intellekt kim qachon yaratilgan? U narsa svoystavasi o'zgarmagan. Ya'ni u ma'lumotlar tiqilaveradi, ma'lumotlarni generatsiya qilib beraveradi. Boshqa narsa yo'q u yerda. Bu harbiy narsalar uchun ishlatilgan narsa. Xo'p, endilikda dashi tushunsak, ya'ni bolalaringizga media shunaqa tiqyapti-ku, bolalaringizga hamma sohada, hamma joyda sun'iy intellekt ishlaydi. Ya'ni bizni aql ishlatishimizni cheklashmoqchi. Misol uchun, siz qanaqadir testosteronni boshqa narsani tanangizga tashqaridan ursangiz, ichkarida ishlab chiqarish to'xtaydi, chunki tashqaridan kiryapti. Shu xuddi shu narsa miyangiz bilan bo'ladi. Ya'ni fikrlash, tafakkur so'yadi. Siz bir narsani o'ylamaysiz, borib sun'iy intellektdan so'rayverasiz va u narsani miyangiz avtomatik o'ylashni to'xtatadi. Borib insoniyat kerak bo'lmay qoladi. Hayvonlashtirish bo'ladi insoniyatni. Insoniyat o'ylashdan to'xtaydi. Tushuning shu narsani. Va bu narsa robotlar va sun'iy intellekt birlashadi. Ish kuch kerak emas. O'sha uchun insoniyatni cheklashtirish uchun qilinayotgan narsa. O'sha uchun ishonib ketavermang hamma narsaga. Sun'iy intellektdan bunaqa ko'p mukkasidan ketish to'g'ri emas. Inson miyasi ishlashi kerak, tafakkur qilishi kerak. Bizga o'xshagan sun'iy intellekt, ya'ni intellekt hech qachon hech kim yaratib bilmaydi. Bu boshqaruv vositasi. Tasavvur qiling, ertaga hamma narsa ko'nikkandan keyin ular nimani istashsa, o'sha narsani sizga ma'lumot qilib yuborishadi va bu ma'lumot sizni boshqaradi. Chunki inson boshqaruv asosi bu ma'lumotlari, ongi, memorysi, ya'ni tarixidagi qolgan narsalari, anglagan narsalari, soznaniysi. Bu narsani ular boshqarsa, sizni ishoning kvadrafob, hayvon, hamma narsa qilib yashaydi.